Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Obunachilar, bugungi joyimiz Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Obod Turmush mahallasi 18 sotixlik hovli sotuvga chiqqan. Bu joyimiz tuman markazi Yangi bozorga 2,5 kilometr, Yangi Toshkent hududiga 3 kilometr, Yangi O'zbekiston bog'iga 8 kilometr joyda turibdi. 18 sotixlik hovlimiz, ikkita kadastr qilingan. Ikkita uy joylari bor. Fasad qismimiz 30 metr. Hozir ichkaridan ko'ramiz. Bu yoqda qulfli darvoza, orqa tarafdan kirib ko'ramiz. Bu yerda eng qizig'i mana shu bitta ko'chada, 5 ta xonadon sotib o'tgan ekan. Ikkitasi uy joyi bilan, qolgani quruq yer sifatida 3-4 sotixlik quruq yerlari bilan hovlisidan ajratib berilyapti. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, batafsil ko'rsatamiz. Mana shu hovlimiz. Bu joyimiz 18 sotix, ikkita kadastr qilingan. Tashqari tomon, ko'cha tomon eski uylari, bu yoqda molxonalari. Bu yoqda kattagina to'rxonali odam yashab turgan to'rxonali uyi bor. Atrofi polni o'ralgan fundament bilan zaborga baqvat qilib fundament quyilgan ekan. Ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerga kelib turib, 3-4 ta xonadon qurib olsangiz bo'ladi. Juda ham keng. Tekis joylar. Kommunikatsiya hamma xizmatlari o'tgan bu yerdan. Aradan oqar suvlari ham bor. Yerlari juda ham unumdor. Bu joyimizga umumiy narxi 150 ming dollar so'ralyapti 18 sotigiga. Yana kelib narxidan kelishsanglar bo'ladi, o'tirgan joyi bor. Kimga qiziq bo'lsa, nomerimizni qoldiramiz, aloqaga chiqsanglar. Batafsil yana tushuntiriladi.